uyimni sotib turib Toshkentga kelganman. O'zimni bet mobilim deb aytaman. Buni 35-40 ming yo'qotgan. Plus minus. Sol qaysi bozorda savdo qilayotganini ham bilishmayapti odamlar. Trading sohasi ekan. Hozirgi kunda men qo'rqmay aytaman. Mendan uzoq ushlab turgan trader yo'q bo'lsa kerak. Kazino razgon bo'lib ketdi. Ha, tezroq boy bo'lib ketish maqsad kiradi tepaga yo pastga. Omad. 2 yil davomida ushlagan bitimimni yopdim. Joyimiz aniq. Bemalol kelinglar, ko'ringlar, gaplashinglar, tushuntirib beramiz. Yana avtosalonga borib yana qanaqadir zo'rroq mashina olaman degan orzu, hayot, vertolyot, bunaqa narsalar bo'lmagan. Bu video sizning tradingga bo'lgan qarashingizni butkul o'zgartirib yuboradi. Sababi trading bozorida ko'p yillik tajribaga ega Sardor Kamilov bilan bugun bir kun o'tkazamiz. Ketdi. Kutib turmiz Sardor aka chiqishlari kerak. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum Sardor aka. Sog'likmi? Qalaysiz? Charchamayapsizmi? Hormanglar. Assalomu alaykum. Rahmat, Xudoga shukr. Sardor aka, birinchi savol. O'zi bugun siz bilan kunni o'tkazamiz. Nimadan kuningiz boshlanadi? Qanaqa rejalashtirib boshlaysizmi? Shu bo'yicha qisqacha aytsangiz. Kunimiz shu hozirgi holatda ko'rib turibsiz, 11-12 ga yaqin boshlanadi. Chunki biz kech payt ham shu kechki hayot bilan ishlab, yashab, shu nazorat qilamiz. Kunlik rejamiz bo'lsa, maqsadlarimizga bog'liq. Dushanba kunga shu boradigan kompaniyamizga kerakli birorta mahsulot ishlar bo'lsa yo hal qiladigan ishlarimiz bo'lsa, o'shanga qarab. No, обязательно o'zim yolg'iz yashayman. Zavtr qilganim juda ham vaqt kam. O'shuning uchun обязательно birinchi zavtrikdan boshlaymiz. Keyin xudo xolasa ofisga borib ishlarni davom ettiraman. Birinchi Tushunarli, zo'r. Savol, qayerda turibmiz hozir qisqacha? Bu жилой kompleks Infinity. Shu C1 ga yaqin joyda joylashgan. C1 desa ham bo'ladi. Yonimizda Fendi. жилой kompleks qurilganiga 2 yil bo'ldi. 2 yil davomida arendada yashayman. O'zi shu Toshkentga kelgan vaqtimdan beri o'zim Farg'onadanman, bilasiz. Toshkentga kelgan vaqtimdan beri hali misol bir 3 tami 4 ta kvartira alishtirdim. Bunga ham yashayotganimga o'sha boshidan beri yashayman. Qurilish paytida, o'sha ko'p odam kelmagan paytida yashashni boshlaganman. 2 yildan beri. Sardor aka, bu sizniki, adashmasam. Ha, mana shu biz yaqinda xarid qilgan mashinamiz. Nimaga aynan BMW oldingiz? To'g'risini aytsam, bunda misol mana Abror akamlar marketing bo'yicha biz bilan ishlaydigan akalarimiz maslahat berishdi. O'zi bundan oldin ishonsangiz 2 yil davomida mashinada yurmaganman. Misol Toshkentda yashab, oldin mashinamiz bo'lgan, lekin misol mana undan oldin aytib o'tganimdek chet el yurganim hisobiga imенно Toshkentda mashina olib foydalanmaganman. Imенно misol hozir mana marketing misol SMM xizmatlaridan boshlanib, lishniy brendimni rivojlantirish maqsadida qilganimda Abror aka bilan maslahat berdi, imенно BMW. Chunki bu bizga kerakli, imijimizga kerakli narsa ekan. To'g'ri mashina. Sardor aka, arendada turaman deysiz. Nimaga aynan arenda o'zi sotib olib tursangiz bo'lmaydimi? Arendani qulaylik tomoni shu, misol bizni sohani bilasiz, biz sohada оборотdagi pulimiz juda ham muhim. Chunki bu narsani ortidan misol ko'p odam ko'p risklarga borgan. Biz ham shundan kelib chiqib оборотdagi pulimizni o'sha оборотdagi pulimizdan qilgan foydamizga, misol shunaqa yaxshi JKlarda, misol chet ellarga chiqib turib, bemalol boshqa davlatlarda ham yashab yursa bo'ladi. Shundan qilingan daromadga. Misol bilasiz, главный uyimiz bari Farg'onada, men o'zim Farg'onada, o'shaning hisobiga ertaga bilmayman, balki oilamlarni olib kelganimda, misol bitta yaxshi o'zim uyimni qilib olsam bo'ladi, shunaqa chiroyli komplekslarda yoki o'zim oila qurganimda. Shunaqa yaxshi niyat bor. Hozircha shunaqa yaxshi жилой komplekslarni yashab, shunaqa komplekslarda yashab tanlab yuribman. Yaxshilarini kelajak uchun. Nima maslahat berasiz? Ko'pchilik yoshlar shu uy olib olish kerak deydi. Men ham ko'p aytaman, yo'q, biznes qanaqadir biznesga tikish kerak, o'shandan ko'ra pulni deb aytaman. No, uy bo'lish kerak. Albatta bu misol eski misol kattalarning tushunchasidan kelib chiqib, misol onamlar ham aytadi, misol joyini qilib ol, shu o'zingga sharoit yaratib ol. Misol arendasi qiynayotgan bo'lishi mumkin deb o'ylashadi, lekin biz oylik qilayotgan daromadimizdan kelib chiqib, bu bizga qulaylik olib keladi. O'zi o'ylab qarasa. Misol shuni biz oilamizga tushuntirishga harakat qilamiz. O'shuning uchun maslahatim bemalol agar o'zingizga ishonib kelib turgan birorta sohangizdan daromadingiz bo'lsa, menimcha shunaqa yashagan qulayroq. Chunki pulingizni baylab qo'yib, misol keyin qiynalgandan ko'ra, оборотga pul topolmay. Sardor aka, ko'pchilik BVchilarni pantofshik bo'ladi deydi. Siz ham shunaqa pantofchi BV oldingizmi? Yo'q, to'g'risini aytib o'tsam, misol men bundan oldin mashinasiz yurganman, 2 yil davomida shu chet elda yashaganim hisobiga O'zbekistonda mashina kerak bo'lmagan. Misol buni xarid qilishimda ham yordam berishdi Abror akamlar, shu SMM bo'yicha mutaxassis komandamiz deydilar, marketing bo'yicha.
Shu aytishdiki, shunaqa mashina misol hozirgi kunda imijimizga, misol qilmoqchi bo'lgan maqsadlarimizda bunaqa xarid qilishimiz kerak shunaqa mashina. O'shuning uchun BMW bo'ldi. Lekin bitta tanlov yo'q, BMW yoki Mercedes degan, chunki har bittasi o'zicha yaxshi, o'zini yo'lida. O'shuning uchun lekin aytib o'tishim kerak, xarid qilib minishni boshlaganimdan keyin juda ham mehrim oshib ketdi. Chunki bu mashina haqiqiy o'zim tasavvur qilgan narsani berdi. O'zim bilmagan holda, lekin adrenalin, emotsiya, his-tuyg'ular juda ham boshqa. O'zimni Batmobilim deb aytaman buni, chunki Bruce Wayne'ni kinolarini ko'rib, o'sha Batman'ning kinolaridan uxlanib, shu narsa tasavvur paydo bo'lgan menda. Bu necha pulga tushgan sizga sir bo'lmasa? Buni biz shu yaqin bitta akamizdan juda omadli bo'lib chiqib qolgan, bu 110 mingga tushdi. Chunki buni o'zlari olib kelib, xarid qilib minib yurgan paytlarida biz misol nisbatan yangilik paytida olganmiz. O'shuning uchun. Bu shunda M4 mi? M4 Competition Stage 2 720 kuchi. O, tez ekan bo'lmasa. Juda ham. Ha, hozir ko'ramiz. Sardor aka, o'zi mana bu BMW mashinalarda yursa, ko'chada qanaqa muomala aniq o'zgarar ekanmi o'zimizda? Albatta, oldinga qaraganda o'zgarish sezdim. Atrofdan e'tibor juda ham. Qanaqa endi? Misol yoshlarni nazarda olsak agar, bular albatta hammaga qiziqarli, juda ham, даже yosh katta insonlar ham mashinani rasmga olib yoki zo'r ekan deb, mana misol svetoforda tursam bemalol uyatmasdan xijolat bo'lmay aytadi yoki даже o'zlari bosing bitta deydi, ovozini chiqaring deydi. Даже orada bo'ladi, o'zimizning shu xodimlarimiz ham misol dokumentimiz xudoga shu hammasi yaxshi, qonuniy, o'shuni hisobiga misol to'xtatib, proverkadan keyin bitta ovozini chiqaring deydi, eshitib ko'raylik. O'shuning uchun e'tibor juda ham zo'r. Lekin bitta narsani sezdim, что tashqaridagi insonlar sizni yutug'ingizga ko'proq xursand bo'ladi, chem atrofingizdagi yaqin odamlaringizga qaraganda. Chunki men bu narsani nima desam ekan, ko'p sezganman, ko'p e'tibor berganman. Shunaqa bo'ladi. Lekin bu nima desam ekan, yoningizdagi odam sizga har xil munosabatda bo'lishi mumkin ekan, lekin orada bor haqiqatda sizni yutuqlaringizni noldan shu ko'tarilib ko'rib kelayotganlar, bular albatta boshqacha emotsiyada. No, qolganlari esa reaksiya bermaydi. Как будто bu qanaqadir hayotda yutuq emas, oddiy holdaqa. Shu. Nimaga ko'p shu treyderlar mana shunaqa BMW inomarkalarda yurishadi? Undan maqsad bor. Qanaqadir ko'pincha shunaqada. To'g'risini aytib o'tish kerak, chunki misol har bitta ko'rib yurgan insonimiz, misol mana oddiy deylik, o'sha vodiydan, vohadan, har xil misol shaharlarimizdan bular shu yoshlar orzu qilayotgan narsada. Shu orzu qilayotgan hayotni ko'rsatish maqsadida odamlar shu narsani o'ziniki bo'lmasa ham arendaga olib chiqadi yoki olib turib misol bankda aralashtirib yo kredit qilib turib ham noilojlikdan shu brend uchun kerak deb shu narsani qilishadi-da. Misol hayot tarziga to'g'ri kelmagan taqdirda ham shu chiroyli hayotni ko'rsataman deb harakat qiladi odam. Ko'pincha u kurs sotuvchilar shularga tushadi. Albatta-da, shu kurs sotib maqsad nimagadir qiziqtirib, nimasinidir o'tkazish maqsadda. Shular keyin shu odamni kursida o'qisam, balki men ham shunaqa rezultat qilarman degan maqsad albatta har bitta insonda bo'ladi. Bu mashina bilan Farg'onaga ham borasizmi? Ha, bordim. 2-3 marta bordim. Hozir yana yaqinda borishim kerak. Ko'p bormaysiz, lekin yo'q. Har bir bu uzoq yo'lga anaqa emas. Uzoq yo'lga juda ham qulay deb bilmayman, lekin imенно Farg'onani bir qanaqadir emotsiyasini olgim kelsa, shu mashinamda albatta shunda borib, uzoqroq vaqt turaman. O'z hozirgi payt ishlarimiz ko'p bo'lib borarganim yo'q. Xudo xolasa yaqinda borib turib kelaman. Siz Bruz yashaysiz? Bruz. Zergarli emasmi? Даже Farg'onada yashagan paytim Bruzim отдельно yashaganman. Uydagilardan juda erta chiqqanman. O'shini hisobiga menimcha o'rganib ketganman. Shu narsa, naborot уже komfort bo'lib qolgan. Sardor aka bizlarni qiziq joyga olib keldilar.
Bu joyni menimcha bilganlar, eshitganlar, taniganlar juda ham ko'p bo'lsa kerak, hozir ko'rsatib boramiz, xudo xolasa. Bu qanchadan beri endi bu joyga kelasiz? Men bir где-то shu 4-5 yil bo'ldi. Bu joyni o'zi menga yaqin akalarimiz shu eskidan bir 20 yil, 30 yil oldin ham kelib, yeb ichib yurishgan odamlar aytgan. O'zimning yosh katta akaxonlarim. Tushunarli. Bu yo'q, menimcha. Ha? Zo'r ani eskicha stilli ekan. Ha, oddiygina. O'sha aytaman-da, как раз yozib ketganlar bor edi. Sardor aka, men ko'ryapman, ajoyib joylarga kelarkansiz. Har doim shunaqa kelib turasizmi? La, bu yerga juda ham ko'p kelib turaman, chunki bu joy misol o'zimizni muhitni, mana bu vodiyni atmosferasini beradi. Oddiy jaydar ovqatlarni sog'inib qolsam, shu yerga kelaman. Chunki misol bizni hayotimizda kafe, restoran bu narsalardan zerikib qoladi bu kafeda ovqatlaridan. O'shuning uchun. Bemalol. Assalomu alaykum. Gap yo'q. Alloh beraver. Ajoyib. Shu ma'mulaga boshqacha. Ha, shakarop suvi. Ama smetana ham juda ham boshqacha. Bak, bilmasdim bunaqa joy. Ajoyib bandaqalarni ko'ryapman. Qarang, necha xil, har xil. Siz ham inju bolalar ekanda. Ya, qarang juda ham qiziqarli, har xil shirin narsalar qo'shib qo'yishgan. Bemalol foydalansangiz bo'ladi. Bularni o'zlari tayyorlaydi har bitta narsani. Misol mana bu narsalar ham o'zlari tayyorlaydi. Garchisalar. Обязательно smetana ichib ko'ring. Agar smetana yoqadigan bo'lsa, kelib orada shu 2-3 ta ham ichib boraman. Juda ham foydali. Ertalabki rost kakras. Zo'r ekan o'zi. Ha? Mazasi boshqacha. Oldin shuni mana xleb bilan tegizib yeylardi-ku. O'sha narsani eslatadi. Актеры, здрасте, как вы? Какие sizlar? Приезжайте. Tansi bo'zasiz. Повышение? Sardorga endi ota boramiz. Shu xudo xolos hozir polga kirib, shu kofe olib, o'sha joyga berib o'tib ketishimiz kerak. Shu bilan olib ketdik. Ketdi bo'lsa. Sardor aka, nimaga aynan Nestvandan tanladingiz? Nestvan chunki birinchi o'rinda hozir har bitta zamon talablariga to'g'ri keladigan ofis bo'lib turibdi. Juda ham chiroyli vid ochiladi albatta. Shuning uchun shuni orzu qilib, shu har bitta ishlayotgan odam uchun shu sharoitlari zo'r to'g'ri kelgani uchun mana shuni orzu qilib shuni qildik. Zo'r gap yo'q. Bo'lmasa hozir ichkarida trading bo'yicha hamma savollaringizdan so'rab olamiz. Chunki men boshida abishat qilib qo'yganman. Toshda sizlarni ancha tajribangiz bor, hech qanaqa kurs unaqacha nimalar yo'q deb. Albatta. Sizda kompaniya bor. Kompaniya, Pro kompaniyamiz bor, yaqinda ish faoliyatini boshladi. Bu haqida ham hozir hammaga aytib o'tib ketamiz. Bo'ldi, o'sha bo'yicha ham qisqacha ixtiyor berasiz. Sardor aka, o'zi nechinchidagi joylashgan ofis? Bu men mana joylashgan. Sardor aka, o'zi bu yerda ofisda kimlar bor, kimlar bilan birga ishlaysiz? Jamoamizda o'zim eng yaqin insonlarim bor. Bu birinchisi Abror akam, bizni kattamiz. Akam bilan Farg'onada birga katta bo'lganman 18-17-yildan beri. Eng yaqin o'rtog'im bor. Shunday. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Aka, xormanglar, charchamayapsizmi? Assalomu alaykum. Qori, charchamayapsizmi? Qalaysiz? Charchamayapsizmi? Bemalolsizlar. Xalaq qilmadingmi? Charchamayapsizmi? Assalomu alaykum. Как дела, брат? Как ты? Что, газуете? Nima, qanaqa bir qisqacha tushuntirib bersangiz. Kompaniyamiz nomi Gold Edge Capital. Bu prop kompaniya. Prop kompaniya bu nima desam ekan, o'zimizga oson tilda qilib, shu tradingga kirmoqchi bo'lib, o'zini oqtarayotgan insonlar uchun kapital boshqaruvga pul beramiz. Bu simulirованный pullar bo'ladi. Nimaga? Chunki imtihondan o'tish kerak. Real daromad qilish uchun shu orqali, bizning kompaniya orqali imtihondan o'tib, treyderlar
o'zini uyini, mashinasini sotib kredit olmasdan shu bizni kapital orqali bemalol shu sohaga kirib ketsa bo'ladi, risksiz. Bizni maqsad maksimal riskni kamaytirish, qulay sharoit yaratib berish. Chunki bizni bu chet elda prop kompaniyalari ham bor, lekin ularda nima qiyinchiligi? Ularda birorta muammo bo'lib, pulingizni hech bermasa, например, bizga o'xshab shunaqa ochiq oydin gaplashib, bemalol tushuntirib berisholmaydi sababini. Billar. Biz ochiq oydin, misol bekinmasdan, bekitmasdan biz maksimal qulaylik qilganmiz. Registratsiya qilishda, qanaqadir sotib olishda muammolar bo'lsa, kelib bemalol ishlasa bo'ladi. Sardor aka, o'zi mana shu kompaniya ochishingizni sizga qanaqa protsent olasizmi, qanaqa foyda qismi bor? Men o'zim asoschisiman bu kompaniyani. Biz pro kompaniyamiz afzallik tomoni biz nimadan foyda topamiz? Bizning maqsad shu yaxshi treyderlarni saralab, yaxshi treyderlarga real kapital berib birga ishlash. Lekin ko'p odamda har xil fikr bor. Biz prop kompaniyalar bo'yicha har xil yomon fikrlar ham. O'ylaydiki, bular atay imtihondan yiqitadi, ataylab shu biz yiqilishimizni xohlaydi. Nabarot, o'zi biz real tizimda, например, shu savdo qilib yaxshi daromad qilishni boshlasa, biz real shot qilib qo'yganimiz odamlar o'zi bilmaydi. Biz o'shalarni saralab, o'shalar bilan biz stabilniy, yaxshi ishlab kelayotgan treyderlar bilan ishlash maqsadimiz. O'shandan biz foyda topamiz o'zi. Aksincha. Tushunarli. Zo'r. Bunaqa kompaniya bormi O'zbekistonda? Bizni hozirgi kunda O'zbekistonda o'zlari o'sha noldan yaratgan prop kompaniyalari yo'q. Lekin chet elda, как это говорится, вот эти прop компании, которые наши. Не, они то, что посредники между этим. Да, например, o'zlari asoschi emasda. Например, biz o'zimiz noldan har bitta narsasini yaratib, har bitta narsa o'zimiz yaratganmiz. Buni o'zimizdan kelib chiqdi. Ular chet elda prop kompaniyalarni как franšiza distributorga o'xshab birga ishlashadi. Shunaqa. Demak, получается, siz shu birinchilardan da ofitsialniy ishlaydigan shunaqa birinchilardanman deb aytaman. bu hech qanaqa kursga aloqasi yo'q Yo'q. narsa. Odamlar Men to'g'ri misol mana Instagramimda ham ko'rsalaring bo'ladi, ko'rgan bo'lsangiz, kurs yozishadi, so'rashadi. Lekin shu paytgacha shu Instagramda biror marta kurs sotaman, signal beraman, shunga o'xshash narsalar, bir platniy narsa qilmaganman. Men qilsangiz bo'lmaydi, soqqa qilsangiz bo'ladi. Da, albatta hozirgi holati juda ham talab ko'payib bordi, lekin baribir reputatsiyani birinchi o'rinda o'ylayapman, chunki hozirgi kunda treyderman, trading bilan shug'ullanaman deganingizda hammada har xil yomon fikr ham bo'lishi mumkin. O'shuning uchun hozirgi kunda ko'rsatmoqchiman odamlarga shu o'zimiz tradingdan daromad qilib, foyda qilib, shunaqa kompaniyalar ochish imkoniyati bor, shunaqa mashinalarda yurish imkoniyatlari bor, shunaqa ofislarda ishlash imkoniyati bor. Bu narsa kurssiz qilingan narsa. Global narsa shuda. Tushunarli, to'g'ri. Shuning uchun ham men anaqada shu narsa shu joyga qiziqdim. Keling qisqacha tanishtirib o'tsangiz, bu yerda qanaqa nima joy, kim ishlayapti? Misol ofisimiz bo'yicha birinchi tushuntirib o'taman. Misol mana ko'rsalaring bo'ladi. Misol bu tomonda mana shu o'zimizga mini kuxnya qilganmiz. O'ta hamma sharoitlar bor. Misol mikrovolnovka, холодильник, например, suv, choyimiz bo'ladi, misol посудомоечный, hamma yoq imkoniyatimiz bor. Bu yerda veshilkalar. Bu konferens zonamiz, meeting room. Mana bemalol mehmonlar kelsa, shu yerda kutib olib, birlar gaplashib, savollar bo'lsa, bemalol shu yerda ishlaymiz. Odam ko'payib ketib qolsa, mana bu yerda ham o'tirib, bemalol yaxshi sharoit qilib qo'yganmiz. Lekin o'zi eng zalota joy olgan ekan sizga. Juda ham chiroyli. Oxirimi deyman-a? Da, bundan tepa joy yo'q o'sha. Chunki mana bu patologiya slishkim baland-da. Nestvonda ko'p odam tasavvurida 54 qavat-ku. Faqat A blokda 54 qavat. Bu lekin faqat yashash uchun boshlangan. Ofislarda eng baland qavat bu 20-etaj. Biz mana shu 20-etajdamiz. Chunki hozir men o'zimni xonamni ko'rsataman, bemalol o'zimiz o'tiradigan. Vidga mana shu gap yo'q ekan. Toshkent oldi ko'radi. Bu eng oxirgi zalotoy joyini olish necha pul? Bemalol bu o'zimizning joyimiz. Botan yana ham yaxshiroq vid ochiladi. Assalomu alaykum, bularni tanishtirsangiz. Ha, bir qator aytib o'tishim kerak. Bu eng yaqin o'rtog'im, ham o'zimning ustozim. Tradingga kelib, shu Toshkentga kelganimda trading kursini o'rganaman deb yurgan paytimda bularni o'sha UJS degan kompaniyalari bo'lgan, bilganlar bor. Bu kompaniyani birinchilardan bo'lib, o'sha paytlarda 19 da boshlaganmisizlar? 19-20 da boshlashgan. Men где-то 21-22 da qo'shilganman.
o'sha o'rtoq bo'lib bitta jamoa bo'lib qolib ketganmiz. Qolganlar ham bo'lgan, lekin ular bittasi Dubayda, bittasi Moskvada, hammasi har xil joyga ketib qolgan. Buni ham ismi Sardor, meni ham. Ha, zo'r. Shunaqa. Bu aytgan o'rtog'ingiz kishimi o'sha boshidan birgaman deb aytgan. Billa mana shu Toshkentga kelganimdan beri biz har xil kun ko'rib, billa ishlab, billa yurgan o'rtog'im shu. Misol bitta fikrda bir xil, misol bilimimiz ham yo'g'imiz bir xil. Shu o'zim eng yaqin o'rtog'im. Ana o'rtoqlar bilan biznes qilib bo'lmaydi deydi-yu. Unga Menimcha o'rtoqni ham har xili bo'ladi. Misol faqat siz bilan misol kafe yurib, kayf qiladigan o'rtoqlaringiz bo'ladi. Misol qanaqadir yomon yo'lga boshlaydigan o'rtog'ingiz bo'ladi-da. Bu bilan bizda вообще boshqacha muomala. O'shuning uchun men bari bilaman kim bilan nima qilishni, o'zim yonimga kim olishni bilganman. O'shuning uchun mana bunga ham ko'rgan bo'lsangiz, pastdagi sharoitimiz boshqacha, albatta boshqacha sharoit. Chunki o'zimga nima qilgan bo'lsam, o'rtog'imga ham xuddi shu narsani qilib, birga mushu birga ishlash maqsadida qilingan bu narsa. O'zimiz uchun ham dam olib, bemalol o'tirib, choy poy ichib, misol ishlasak bo'ladigan holat. Sardor aka, bu rahbarlarning xonasi, men tushunishim bo'yicha ikkita kompyuter ko'ryapman. Kompyuterlar ham boshqacha. Bu o'rtog'imning joyi, mana joyim bu tomonda. Ikkalamiz ham shu chiroyli bir xilda qilib, zo'rlarni, yaxshilarni yiqqanmiz, komfortni ishlash uchun, treyderlar uchun. Kompyuterlarga Bitta komplektimiz $4000 ga chiqqan. o'zi sizni kerakmi sizga shunaqa kuchli kompyuter? Bu birinchi o'rinda monitor bizga eng globniy muhim narsa bo'lgan, o'zim xohlagan, o'zim orzu qilgan narsa bo'lgan. Birinchi o'rinda, lekin bu monitorni chiroyli yoritib berish uchun, buni maksimal darajada chiroyli ishlatib berish uchun o'zini xarakteristikasidan kelib chiqib shunaqa case yig'ishimiz kerak bo'lganda, bir-biriga mos kelish uchun. Bunaqa monitorga oddiy case yig'ib bo'lmasdi. O'shundan kelib chiqib. Bu bizga maksimal darajada treyderlar uchun qulay monitor sharoit beradi. Sizda ham bo'yami shunaqa tushib ketish, bir qanaqadir yo'qotishlar bo'ladi-yu baribir, to'g'rimi? Albatta. Yo, faqat yaxshi. Bu sohaga kirib kelganimdan beri Hech bir yo'qotdingiz. birinchi o'rinda Spark mashinam bo'lgan, uni yo'qotganman. Keyin uyimni sotib turib Toshkentga kelganman. Uyni ham sotgan. Uyni ham sotganman. Pul berishgan uydagilar. Onamlar qo'llab-quvvatlab ishonishgan. Gap yo'q. O'zim yashaydigan uyim bo'lgan, chunki onamdan отдельно yashaganman yonlarida. Boshqa uyda duvalma-duval. Uni sotib turib o'sha Toshkentga kelganman. O'sha oxirgi sotgan narsam o'sha Gentra bo'lgan. O'sha aytib o'tganimdek, shu nomer ham Gentrada turgan. O'shani sotganman. Umuman qilib olib aytganda, где-то o'sha vaqtga 35-40 ming yo'qotgan. Plus minus. Aytsa bo'ladi. Shunaqa yo'qotuv bo'lgan. Lekin bu bittada bo'lmagan. Bu juda ham haligi odamlar bitta kirganda 30 ming 20 ming yo'qotaveradi, lekin har bitta yo'qotishim bu og'riqli bo'lgan, chunki har bitta sotayotgan narsam bu juda ham katta mas'uliyat bo'lgan. O'shuning uchun men bu narsani sal cho'zganman uzoq muddatga. Hali uzoq muddatga deganimda, hali bir kunda tushib qo'yib, bir kunda hammani sotib yubormaganman demoqchiman. Orada foyda qilardim, lekin sababini bilmasdim. Shundan kelib chiqib, shunaqa minuslardan kelib chiqib va oxiri o'zi chet elda prop kompaniyasi bilan ishlashni boshlaganman. Hali nolga tushib qolgan vaqtlarim bo'lgan. O'sha nima qilishni bilmagan vaqtlarimda o'sha Baliga ketishimdan oldin ham o'sha Baliga ketishimga sabab bo'lgan narsa ham shu birinchi katta daromadimni yechganimda hammaga o'xshab haligi yo'qotgan narsamni tiklayman deb qilmadimda, undan ko'ra yana ham rivojlanaman deb Baliga ketganman. U paytda Balida hamma o'sha chet el, misol Rossiya, Ukraina paytida urush bo'lgan paytida, notinch bo'lgan paytlari, karantindan keyin hamma onlayn ishlaydigan odamlar yig'ilgan joy bo'lgan Bali. O'shanga o'sha yerga borib rivojlanish maqsadida ingliz tilini bilmasam ham ketib borganman. Borib joylashib, o'sha yerda arendada yashab, misol bitta uylarni topshirib, bu yerda yashab yurganman. Почти bir xil narx bo'lgan. Toshkentda arendam bilan u yerda arendasi villada yashardim, bu yerda kvartirada yashardim, to'g'ri? Namnoga qulayroq bo'lganda, da, o'sha. To'g'ri. Shunaqa. No, chunki ishingiz pazorat qiladi shu narsa. Albatta. Ishim pazorat qiladi. O'sha prop kompaniyada ishlab yurganimda oxirgi tochka bo'lgan. Oxiri keyin u prop kompaniya yopilib ketgan, keyin O'zbekistonga qaytishimga sabab bo'lgan, o'sha yangi sharoitlar yaratib, yana rivojlanishim kerak bo'lgan. O'shanda fikr paydo bo'lgan prop kompaniya ochish. Sardor aka, bitta tradingda shunaqa narsa aytgan, u qanaqadir fishkasi bormi? Shu asosiy narsa nima o'zi trading? Imенно menga tegishli. O'zi umuman mana tradingga o'xshashi uchun qanaqa harakat qilish kerak? Главный emotsionalniy o'zingizni
xotirjam qilishingiz kerak. Bu narsa eng qiyin narsa, chunki baribir bu sohada bilimdan ko'ra emotsiya ustun keladi. Bu holatda tradingda 70% uspeh bu именно psixologический xotirjamchilikdan, emotsional xotirjamchilik. Men zo'r bilimingiz bo'lsin, zo'r analizingiz bo'lsin, lekin bu narsani именно bitim ochib, сделка ochgan paytingizda o'zingizni boshqara olmasangiz, bu bir tiyin. O'shuning uchun tradingda 70% bu psixologiya, emotsionalniy, 15% risk management, 15% bilimda bilim. Baribir pulni hisob kitobi, riskka amal qilish bu narsa ham обязательно kerak. O'shuning uchun. Biz men shu narsaga kelganmanki, что oradan vaqt o'tib, baribir shu narsa shakllandiki, menda uzoq muddatga ishlashni boshladim. Mana yaqinda Instagramda ko'rdi. Juda ham ko'p insonlar 2 yil davomida, почти 2 yil bo'ldi, yaqinda xudo xolasa 2 yil davomida ushlagan bitimimni yopdim. Va nihoyat yopdim. Bu narsaga juda qiyin bo'ldi, juda emotsional, aeroportda odam bilan xayrlashganingizdek xayrlashdim bu bitim bilan, chunki bu bilan biz juda ham uzoq vaqt birga keldik-da. Shuning uchun bu nimadan shakllangan? Bu o'sha emotsional xotirjamchilikdan. O'sha narsa menga xotirjamchilik beradi. Kunda har bozor ishlayotgan paytida bekor o'tirmay savdo qilaman deb turib, emotsional yamaga tushib qolgandan ko'ra, o'zingiz bilishingiz kerak, bozorga siz moslashasiz. Bozorning holatiga qarab turib siz savdo qilasiz. Bizda nima tushuncha hammada, buni hamma biladi. Shu kiradi tepaga yo pastga. O'shani. Omad. Kazino razgon bo'lib ketdi. Tezroq boy bo'lib ketish, maqsad tezroq rezultat qilish. Lekin unutmaslik kerak, bozorga farqi yo'q. Sizni qanaqa hayot, ko'chada planingiz bor, yo qanaqadir oldi berdingiz bor, bozorga o'zining hayoti bilan yashaydi-da, to'g'risi. Bizda shuning uchun tradingga bo'lgan munosabat boshqacha. Meni maqsadim ham shu, tushuntirib, o'zgartirish menga foydali bo'ladi deb o'ylayman. Shuning uchun qilyapman. Eng katta bilimni qaysi joyda oldingiz shu boshlaganingizdan beri? Mana shundan keyin уже menda tushunishni boshladim bozorni degan payt. Mana misol aytib o'tganimda o'rtog'im bilan o'qib chiqqanman, lekin bir xil fikrimiz, bir xil analizimiz, lekin men bozorga boshqacha qarayman. Bu odamning o'ziga bog'liq-da. Odamning holatiga bog'liq, odamning tarbiyasiga ham bog'liq, har xil narsada. Men misol ajrab turish maqsadi bo'lgan, boshqalarga qaraganda bir xil bilim bo'lsa ham ajrab turish maqsadida men qolganlardan ko'ra ko'proq ushlab turaman deb orzu bo'lgan shunaqalik. Bitimlarda сделкalarim uzoqroq ushlab turaman deb harakat qilganman. Va o'shanda o'zimni fishkam bo'ladi deb niyat qilganman. Mana hozirgi kunda men qo'rqmay aytaman, mendan uzoq ushlab turgan trader yo'q bo'lsa kerak O'zbekistonda. 100% O'zbekistonda 2 yil davomida ushlab turgan trader yo'q bo'lsa kerak. 2 yil sizni yopdingiz. Yopdim. Necha pul pribel? Pribelni Instagramda ham ko'rsatdim, 500 mingga yaqin bo'ldi. 500 ming dollar. 500 ming, 505 ming bo'ldi. Endi qarang, hozir 500 ming deganingizga ko'pchilik qiziqib, zo'r anaqa deb ketishi mumkin. O'zini qanaqadir qiyinchiliklari bor-ku bo'lmagan. Albatta, shuni aytsangiz. albatta. Buni albatta biz o'sha o'zini o'zi bo'lib qolmagan. Da, o'zim bo'lib qolmagan. Bu narsani qiyinchiligi va bu narsani qadri boshqacha. Chunki bu narsaga yetib kelguningizgacha ishonsangiz, emotsiyalarni tugatib bo'lasiz-da. Уже u yutug'iga erishganingizda, u qanaqadir g'alabaga erishganingizda emotsiya qolmaydi. Chunki orqada bilasizda qancha qiyinchilik bo'lganini. Stresslar bo'ladi. Stresslar qancha bo'lganini, o'shuning uchun bu narsada уже shokovoy состояниеga o'xshaydi. Haligi qovliqib, misol yana avtosalonga borib, yana qanaqadir zo'rroq mashina olaman degan orzu hayot, vertolyot, bunaqa narsalar bo'lmagan. Nabarat, hozir shu Voltage Capital, shu prop kompaniyamga investitsiya qilaman. Shu narsa menga yana ham foydaliroq bo'ladi. Kompaniyamni rivojlantirishim kerak. Bu narsaga e'tibor beraman va global daromadim o'sha yana tradingda o'zimniki bo'lib turaveradi. Tushunarli. Bu endi kelajakni, kompaniyangizni kelajagini qanaqa ko'ryapsiz? Xudo xolasa O'zbekiston xalqi uchun juda ham bir foydali bo'ladi degan umiddaman. Chunki maksimal darajada bularga qulaylik qilmoqchiman. Hozirgi kunda bittada 100% rezultat berib bo'lmaydi, chunki o'sish bo'lishi kerak-da kompaniyada ham, har bitta o'zimizda ham. O'shuning uchun xudo xolasa O'zbekistonda yagona qilib, haligi hammaga tushuntirib bermoqchiman, что biz maksimal darajada ochiq ishlaymiz. Misol boshqa kompaniyalarga o'xshab qanaqadir o'yinimiz yo'q. Eshigimiz ochiq, joyimiz aniq. Bemalol kelinglar, ko'ringlar, gaplashinglar, tushuntirib beramiz. Главныйsi biz aytgan qonun qoida, biz qilayotgan narsa, biz aytgan narsadan chiqmasdan zo'r ishlashsa, men maksimal darajada shu O'zbekiston hamma menga misol shu rahmat aytib, shu kompaniyadan foydalanib, yana rezultat qilsa, men ham rezultat qilaman, ular ham rezultat qilgan bo'ladi. Menga shu narsa kerak.
kompaniyangizga kimdir kelmoqchi bo'lsa, u trader bo'lish kerakmi, qanaqadir imtihoni bormi, bir tushuntirib bersangiz. Bizni kompaniyada shu onlayn tarzda bemalol o'ziga imtihon xarid qilib, bemalol onlayn tarzda imtihonni xohlagan joydan o'tsa bo'ladi. Bu misol O'zbekiston bo'yi, chet elda bo'ladimi, bemalol Sayt bor. sayt orqali xarid qilib, bemalol imtihonni o'tib, biz imtihon orqali hamma yoqni уже imtihon sistema orqali nazorat qilib turib, уже imtihondan o'tsa, biz уже keyingi etapga o'tadi. Даже bez imtihonlari ham bor. Bizni prop kompaniyamizda уже bu более staji ko'proq treyderlar uchun shu imtihonsiz уже сразу real balans olsa bo'ladi. Shunaqa sharoit ham qilib qo'yganmiz. Уже bu 3-4 yildan beri ishlab kelayotgan opti bor treyderlar uchun qilganmiz. Bu onlayn tarzda qilinadi. No, imенно bunda birinchi marta sinab ko'rmoqchi o'zini bo'lgan insonlar, yangi insonlar, qiziqib yurganlarga shu bemalol kelsa, tushuntirib, o'zimiz yo'l yo'lini ko'rsatib boramiz. Shuning uchun qilingan maksimalda. Tushunarli. U imtihonga registratsiya qilish qanaqa necha pul turadi? Bu har xil o'zi saytimizda shu praylisti bor. Misol, deylik $10,000 kerak sizga. 12,000, $10,000 kerak. Bu imtihon $69 evaziga. $69 ga bemalol $10,000 shot xarid qilishingiz mumkin. Menimcha bu juda ham qulay. Imtihondan o'tsangiz, o'tsangiz boshida shu $69 to'lagan pulingiz ham qaytib beriladi. Daromadingiz bilan. Shunaqa narsa bo'lmadimi sizlarda? Bu anaqa yiqilamiz yo degan. Hozir men bu Gold Edge Capital kompaniyamiz Instagram sahifasida bularda har xil targetlangan reklama orqali har xil odamni мненияsi har xil bo'lyapti. Kimdir ishonmaydi, kimdir mashqa deydi, kimdir yana nimadirlar deydi. Hammaga chiroyli javob, adres, bemalol keling, tasdiqlab bering so'zlaringizni, ko'rsatib bering. Biz sizga xohlasangiz ko'rsatib beramiz. Har bitta narsa dokumentlarni, har bitta narsa prozrachni, har bitta narsa bemalol qo'rquvsiz qilinayotgan narsa. Sizlar menimcha o'sha profilda yozib qo'ygansizlar polностью anaqa Adresimizda, adresimiz etajimiz 166-xona, Nest One, S Block, hamma yoq ochiqcha. Chunki bemalol mana ko'rdingiz, hozir ham kirib kelsak bolalar kelgan ekan. Shunaqa yo'q. Shuni biz maksimal darajada ko'paytirmoqchimiz, чтобы kunda kerak bo'lsa odamlar kelsin. Kelsin, bemalol muloqot qilib, o'ziga kerakli ma'lumotni olib ketsa va ishonch hosil qiladi. Bari kelib ko'rgan odam. Onlayn faqat internetda bitta qanaqadir studiyada gapirib o'tirganimiz yo'qda, kompaniyamiz bor. To'liqroq ma'lumot olib ketadi. Albatta, yana ham tushunchasi oshadi. Chunki tushunmagan odamlar ham bor, yangilik bular uchun prop kompaniya nimaligi. Lekin men 3 oy, 6 oy endi o'rganib kelganlar kelishini sizga anaqasi yo'q. Yo'q, nabarot, mana например, men o'zimizni shu trading sohasida yaqinda kirib kelib ishlayotgan bolalar bo'ldi. O'rganib, misol endi tradingga birinchi qadamlarni bosayotganlarga aytaman. O'zingizni pulingizni riskovat qilmang. Prop kompaniya, xo'sh, meniki bo'ladimi, boshqa kompaniya bo'ladimi, chet elda kompaniyasi bo'ladimi? Lekin iloji boricha o'zingizni pulingizni risk qilmasdan birinchi imенно prop kompaniyada o'zingizni sinang. To'g'risida, mana nima foyda o'zingizni kapitalingizni riskovat qilib, narsangizni sotib yoki uyda to'plagan pulingizni yo sarflab qanaqadir risk qilganda. Prop kompaniyaga kelgan odam yaxshi ketib, misol uchun daromadga chiqib olgandan keyin necha foiz uniki, necha foiz sizniki? Bizda shu ko'proq kompaniyalarga o'xshab, prop kompaniyalar yana afzallik tomoni shu imtihonda o'tib, o'sha real tizimda ishlashni boshlaganda 80% ni treyder oladi. 20% ni biz kompaniya olamiz. Zo'r qulayligi bor va kelajakda yana shu narsani stabil ko'rsatib kelishni boshsa, bu yana ham o'sadi. 85% treyderniki, 15% bizniki. Ko'proq berasizlar. Ha, yana ham ishonchli odamga ko'proq. Zo'r. Sardor aka, keyin mana bu Gold Edge Capital buni ma'nosi nima? Gold Edge Capital to'g'risi o'zim buni o'ylab topib qo'yganman. Gold Edge shu bilsangiz tog'da eng cho'qqisi bo'lsa, misol bu trading sohasida ham misol eng pikiga chiqqan paytingizda, misol главный maqsad o'sha eng kuchli, eng zo'r zonasiga chiqishda, misol bu nimadan kelib shakllanadi? Misol disiplina, qiyinchilikdan orqasidan, sabrdan orqasidan kelib chiqib, misol uspeh shu misol bitta narsaga erishib, bitta narsaga yetishishingizda shu tog'da cho'qqisidek tasavvur bo'lgan. Meni har bitta qilayotgan qiyinchiligimdan kelib chiqib, har bitta tarixiy shu hayotimda bo'layotgan ishlarga sababchi tillo bo'lgan. O'sha tog'da cho'qqisidagi tillolik bo'lgan, mazali eng zo'r победный joyi degan ma'noni berganman. Zolotoy krай. Bu latindan shu zolotoy krай degan narsa. O'shani o'ylab topganman. Finalli. Bu logotiplar, tillar endi. Ha, logotiplar o'sha Minimay degan jamoamiz orqali brend bookimizda полный logotip, shu ranglari hamma yoqni misol
shu tilloga bag'ishlab qilganmiz. Ma'nosini ham har bitta narsasini. Bo'ldi. Yo'q, endi bitta ko'rsatasizmi? Ha, Nima qanaqa? mana kagra Abror aka. Assalomu alaykum. Assalomu yaxshimisiz? Charchamasizmi? Ha, xudoga shukr aka. Charchamasdan. Misol, ba'da o'zim Abror akam, bu jamoamizni главный insonlardan biri. Abror akam ham главный inson, chunki hozirgi kunda har bitta kompaniya, har bitta inson rivojlanishda bu marketing birinchi o'rinda, to'g'rimi? Va ichki sistema. Misol ikkita Abror akam orqali biz ikkita Sardor birga ishlab shu bitta zo'r kompaniya qilib bitta jamoa qilib olganmiz. Abror aka sizga BMni olishga majbur qilgan inson. Ha, majbur emas, yo'l ko'rsatib, to'g'rilagan inson. Chunki menda shu aytgandek bunaqa qiziqish bo'lmagan. Men uchun shu oddiyroq, например, nima desam-ki, elektrichеский o'sha EQS shunga o'xshagan mashina, komfortniy, lekin misol shovqinsiz, qanaqadir boshqacha premium segment edi. Lekin Abror akamlar shu yo'l ko'rsatib, shu hozirgi kunda imij uchun, bu mana shu narsa uchun hammasi kerak deb bayona berishgan. Aytib o'tganda, lekin juda ham yoqib qoldi, aytdim-ku. Ishladimi shu narsa? Aytganlar? Da, juda ham katta foydali Shaxsiy bo'ldi. tomonlama qarayman. To'g'ri. Yo'l ko'rsatganlar juda ham foydali bo'ldi. To'g'ri. Hozir o'zim yoqtirib qoldim. Ko'rsatasiz? Bo'ldi, ha, kirsa Abror akam как раз kompaniyamiz haqida polniy tushuntirish beradilar. O'zi aytib o'tganimdek tilloda ishlaganman, hamma yo'li shunda iz qoldirib ketganman. Chunki bu menga bir katta ma'no bergan, shu hayotdagi yutuqlarim, hozirgi kunga kelayotgan ishlarimda hammasi shu tilloda qilingan narsalarni deb. O'shuning uchun hozir mana Abror akamlar shu bir tushuntirish berib o'tadilar, chunki bu misol shu prop kompaniyaga ishonch hosil bo'lishi uchun odamlarni qanaqadir samniyalari bo'lsa, bemalol biz ochiqmiz, aytib o'tganimdek. O'shuning uchun mana Abror akam hozir bizga tushuntirib bersalar, xudo xolasa. Ya'ni prop kompaniya o'zi kimga to'g'ri keladi degan savolga bu tradingdan xabari bor. Ya'ni trading sohasida yangi bir odamga bu ko'proq to'g'ri kelmasligi mumkin. Sababi u odamni o'zi hali trade sohasida ishlashi, risklarni kontrol qilishida, boshqaruvida hali xabari bo'lmasligi mumkin. Shu sababdan prop kompaniya bilan kimdir ishlab ko'rgan bo'lsa, salbiy natija olgani uchun prop kompaniya haqida noto'g'ri tushuncha hosil bo'lib qoladi. Va shunaqa holatlar ham bor. Biz asosiy urg'u beradiganimiz tradingni yaxshi tushunadigan 2-3 yil tajribasi bor, keyin bizga keladigan bo'lsa, biz o'zimizni tanishtirishdan boshlaymiz-da, mana shu veb saytimizda nimalarimiz bor. Veb saytimiz mana shu holatda kutib oladi bizni. Banu qismida challenge deb qo'yganmiz bu hisob turlarimiz, narxlari hammasi shunda joylashgan. About us bu mana shu komandamizni, jamoamizni, har birimizni kimligimiz haqida yozilgan, rasmlari bilan qo'yilgan. FAQ qismi bu ko'p beriladigan savollar qismi. Bu qismida jamiki qonunlarimiz, shartlarimiz hammasi shu joyda ko'rsatilgan. Kontakt bitta biz bilan aloqa turlari. Endi savol tug'iladi, nimaga ingliz tilida? Maqsadimiz bizni faqat O'zbekiston bilan respublikasi bilan chegaralanish emas, balki butun dunyo bilan ishlash. Shuning uchun asnovasi hamma o'zaklari, qonun qoidalar, shartnomalarimiz hammasi ingliz tilida bo'lgani uchun talablar ham ingliz tilida bizda. Shu sababda ingliz tilida qilgan. Xudo xolasa rus tili, o'zbek tili versiyalari ham tayyorlanyapti. Mana shu veb saytda bemalol masalan o'zimizni yurtimizdagi rus tili, ingliz tilini, o'zbek tilini biladiganlar ham bemalol foydalansa bo'ladi. Tarjima ishlatmasdan. Hozircha mana shu holatdan boshlaganmiz. Endi pastroqqa tushadigan bo'lsak, hozir sizga aytib o'tganimiz bu hisob raqamlarimizning turlari bir etapli, ikki etaplik, bir etaplik va imtihonsiz hisob raqamlari va buni hajmlari har biriga, har birining o'zining narxlari bor. Qo'yiladigan maqsadlari bor. Nimani o'tib ketmaslik kerak, pulni depozit tushirib yubormaslik kerak, nima maqsadda qilish kerak. Ya'ni imtihon deganimizda biz bu yerda imtihon olib tradingni tushunasanmi yoki bironta strategiyani bilasanmi so'rab o'tirmaymizda, biz demo shot beramiz. Demo shotda biz qo'ygan maqsad bor. Masalan, 8% ikki etaplikda birinchi etapda 8% foyda qilish kerakmi? Qonunlar buzmasdan 8% qilish kerak. Shundan keyin biz unga boshqaruvga kapital beramiz. Kapitalni olgandan keyin kapitalda qilgan foydasini bizni kompaniya bilan oldindan kelishilgan, ya'ni qonun qoidalarida ko'rsatilgan taqsimot bo'yicha foydani bo'lishamiz. Har 14 kunda yetsa bo'ladi. Asli o'zagi shundan iborat. Yana savollaringiz bo'lsa bemalol beravering. Mana ko'rib o'tganingizdek, mana hali aytganimdek $69 ga mana $12,500 misol kapital olsangiz bo'ladi.
misol $100,000 $489. Mana pastdagi narxlari. Misol kunlik yo'qotish mumkin bo'lgan risk management bo'yicha o'sha protsentlarimiz bor. Misol 4% dan ko'p qilish mumkin emas, to'g'rimi? Ha, bir kunda. Ha, o'shuning uchun mana misol tanishib o'tsa bo'ladi. Hammasida har xil qonun, chunki bir etapli, ikki etapli imtihonlar bor va aytib o'tganimdek imtihonsizini bitta ko'rsatingda aka. Instant mana. Bularda уже sal qimmatroq, lekin bular уже aytganimdek tajribasi bor treyderlar uchun qilingan. Bu yerda уже imtihonsiz sразу birinchi kundan, birinchi oydan уже real depozit olish imkoni bor. Foiz ham o'shanaqa bo'ladimi? O'sha 80% ga 20. Yo'q, imtihonsizimiz 60% dan boshlanadi. Har bitta payout qilganda bu 10% dan ko'tarilib 90% gacha bo'ladi. Ya'ni 60, 70, 80, 90 bo'ladi. 90% da to'xtatiladi, 90 ga 10 taqsimotida ishlanadi. Ya'ni bularda har birida hisoblarda bu qo'yilgan maqsadlarga o'tish uchun kun qo'yilmagan. Ya'ni treyderlarda ko'pchiligi biladi, bozorda har kuni ham sharoit bo'lavermaydi. Kimdir mana Sardorda o'zida tilloga o'rgangan odam, masalan tilloda har kuni imkoniyat yo'q foyda qilgani. Ya'ni tasdiq bilan kirgani, strategiyasi bilan kirgani. Chunki bir kun savdo qiladi, 2 kun savdo qilmasligi mumkin. Shuning uchun shuni hisobini olganda vaqtni chegaralab qo'ymaganmiz bu etaplardan o'tish uchun. Endi boshqaruvga kapital olganda imtihonsizda va qolganlarida kapital olib bo'lgandan keyin foiz qilish targeti qo'yilmagan. Ya'ni xohlasa 1% qilib shunda to'xtasin, xohlasa 2%, xohlasa 10% qilsin, xohlasa 50% qilsin. Bizga qo'yilgan asosiy maqsad risk managementga amal qilgan holda kunlik qo'yilgan limitlar, mana masalan imtihonsizda 3% qo'yildimi, umumiy 6%. Mana shulardan o'tib ketmagan holda foyda qilsa bo'ldi. Investitsiya kim qiladi? Bunga hech kim investitsiya qilmaydi. Biz o'zimiz kompaniya, ha, o'zimiz. Mana 10 ming, 20 minglar bor. Bular boshida aytib o'tganimdek, bu sira emas, simulirованный pullar bo'ladi. Keyinchalik уже o'sha treyder imtihondan o'tgandan keyin sertifikat olib, treyderda ham tasdiq olib, bizdan keyin biz уже o'zimiz sistema orqali buni qilamiz. Ya'ni hech kimning qo'liga boshqaruvga pul berib qo'yilmaydi. Ya'ni buni adashtirmaslik kerak. Bu boshqaruv qilinadi. Ya'ni biz login parol beramiz, o'sha login parol bilan savdosini qiladi. Va o'shanda ham mana shu limitlarga ehtimol qilgan holda. Ya'ni biz o'zimizni risklarimizni diversifikatsiya qilgan holda bu narsalar mana shu foizlar kelib chiqqan. To'layotgan mana pullar ham o'sha risklarni inobatga olgan holda bu narxlar chiqqan. Ya'ni sistemani podдержка ishlab turishini, nimani mana narsalarni qoplash uchun bu narsalarni biz o'zimizning kapitalimiz ma'lum bir miqdori likvidniy sifatida muzlatib qo'yilgan. Shartlaridan biri shu. Da, foydali produkt, chunki chet elda treyderlar ham juda ham ko'p misol beraman. Misol har bitta odam o'sha chet elda faqat prop kompaniya orqali ishlaydi-da. Lekin bizda hamma shu razgonga pul topsa, shu telefonini sotib turib, depozitga pul solib turib nimadir qilib borsa, bu bilan erta yo'q deb bilaman men. Yana bir savollar bo'ladi. Masalan, o'zlaring treyder ekansizlar. O'zlaring qilsalaring bo'ladi-ku degan narsa bo'ladi. Ya'ni kapital bo'lganda, masalan biz savdoga kirayotganda, Sardorda o'zi ham men ham, bu Sardor ham hamma depozitimiz bilan kirmaymiz. Ma'lum bir qismi bilan kiramiz, qolgan qismi turadi. Biz qancha treyderlar, masalan, grafikda hamma treyder bir xilda ko'radi-da. Hamma o'zining strategiyasidan kelib chiqqan holda savdo qiladi. Ya'ni biz bu narsani chachib tashlayapmiz-da. Общийda olganda, umumiy qilib olganda, masalan 100 ta treyder bilan ishlaydigan bo'lsak, 100 ta treyderdan asosiy qismi foyda qilsa, bizda kapital o'sib boraveradi. Shu biznesda, ya'ni hamma pul qilish maqsadida свободный kapitalini tiqib, undan foydalanishi kerak. Biz ham shu maqsadda qilganmiz, ya'ni bu sistema shunda qurilgan. Ya'ni kimdir o'zining strategiyasini ishlatadigan bo'lsa, u foyda qilyapti, biz foyda qilamiz. O'zimiz real shotlarda ham o'zimiz savdoyimizni davom ettiramiz. Bu bilan to'xtab qolmaydi. Men aytganimdek, o'sha главный daromadim shu menda trading bo'lib qoladi. Bu lekin kompaniyalar rivojlantirib, shu kompaniyaga reinvestировать qilganim uchun. O'sha yopgan zelkalarim. Bari ish kunimiz tugagan uchun, ish kunimiz baribir odamlar keldi-ketisi uchun tugagan. A так в целом
Biz yana o'zimiz qaytib jamoa bilan hali kech payt ham ishlayapmiz, ofisda ishlaymiz. O'shuning uchun ofisimizga yaqinroq bu Paxtakor bo'lgan. Ishga boramiz. Bo'ldi, ketdim. Sardor aka, u tayyorlanyapsiz-ku. Ha, уже tayyor biz, xudo xolasa. Har qanchada o'zi o'ynaysizlar? O'zi ko'paytirishga harakat qilyapmiz, lekin endi hozir mana endi qishdan chiqdik. O'zi ko'chada o'ynash mazza, ichkarida o'ynash unchalik yoqmaydi. O'shuning uchun hozir xudo xolasa haftada bir marta qilib turibmiz. Bir marta futbol, bir marta tennis. Hozir mana dushanba kuni tennis bo'lsa, xudo xolasa payshanbalarga futbol. Shular nimaga aynan tennis tanlagansiz? To'g'risi, случайно shu o'rtoqlarim bilan birga kelib, qiziqib qolib, bir ikki marta o'ynab ko'rib, yoqtirib qoldim. Shu qiziqish qolib ketdi. Shularni qani endi ko'ramiz. Bo'l. Ketdik. Har safar birga o'ynaysizlarmi? Sardor aka bilan? Hamma joyda birga. Dubayda ham safardaligimizda. Bir kun bu. Sardor aka, mana hayotda отказ olgim kelmaydi deyapsiz. Bu sizga pand bermaydimi hayot yo'lingizda qanaqadir? Hamma joyda ham bari o'xshavermaydi-ku. Bilmayman, lekin menimcha bu qo'shimcha motivatsiya bo'lib, shu narsa misol harakat qilishga yana ham ko'proq majburlaydimi deb o'ylayman. Chunki misol o'rganib, xo'p deb ketish ham menimcha odamni nima desam ekan, slaviy shakllantiradi. Qanaqadir ego emasmi bu sizga? Ego menimcha foydali egosi ham bor, zararli ego ham bor menimcha. Menimcha foydali bilan zararlikni adashtirmaslik kerak. No, o'sha nima desam ekan, yo'q joyda ham bor, yo'q narsani ham bor qilishni misol shakllantiradi. Rozi bo'lib va yo'q ekan deb turib ketavermaysiz-ku, bir-bir. Misol, отказ oldingiz birorta narsada, bo'ldi, xo'p deb turib qaytib ketavermaysiz-ku. Yo'liroq maksimalni yana harakat qilaverasiz. O'sha necha marta отказ olasiz, nima farqi bor? Har xil yo'lini qilib ko'rasiz-da, yo'lini qilib ko'raverish kerak deb o'ylayman. O'shuning uchun отказ olgim kelmaydi, bu narsani tan olgim ham kelmaydi. Shu bundan ko'ra yana ham boshqa yo'llarni oqtarib ko'rish kerak deb o'ylayman. O'shani qilmoqchiman hozir endi. Mayli. Bu o'sha kasbingizdan kelib chiqib shakllangan bu xarakter sizda yoki yoshligingizdan bormi shu narsa? Bu narsa o'sha oilaviy sharoitdan kelib chiqib shakllangan deb o'ylayman. Как раз qarang, oila deganda siz u kambag'al oilada tug'ilganmisiz yoki boymi? Endi misol Xudoga shukr to'qchilikda, misol to'qchilik bo'lgan, hammasi yaxshi bo'lgan, lekin onam yolg'iz bo'lgan o'zlari. O'zlari shu qarab bizni tarbiyalab katta qilganlar. O'sha yoshlari, sharoitlaridan kelib chiqib, ham yetishmovchiliksiz haligi zo'r bo'lgan. Misol ortig'i bilan zo'r bo'lgan. Lekin shu narsa nima desam ekan, shu narsani ongingiz katta bo'lgan sari, yoshingiz katta bo'lgan sari, misol 14-15 yoshda уже hamma yoqda hamma yoqqa aqlingiz yetishni boshlaydi-ku. O'sha vaqtda уже shu sharoitingiz shunaqa shakllantiradiki, чтобы siz уже ertaroq ko'chaga chiqib erkak kishi bo'lish payti keldi degan narsani. Kimdir misol 18 yoshda erkak kishi bo'ladi, kimdir 25 da, kimdir 15 yoshda. Menimcha shu narsa men tushunganim uchun onamning holatlarini, o'sha sharoitimizni hamma yoqdan kelib chiqib, qiyinchiligim tushmasin deb turib, ertaroq ko'chaga chiqib, ishlab, shu bozorda ishlaganman. Har xil ishlar qilib ko'rganman, lekin bozorga ishlaganim o'zi ko'p joyda aytib o'taman. Bu juda ham foyda bo'lgan, chunki muomalani o'rgatgan, odamlar bilan kommunikatsiya qilishni o'rgatish bu hayotda juda ham ko'p yutuq bergan. O'shuning uchun o'rta oilada katta bo'lib, Xudoga shukr, mana hozir Xudoga shukr hammasini yaxshi qilib boryapmiz. Siz bitta farzandsiz-a, bilishim bo'yicha. Bitta yolg'iz farzandman. Qani shu ham plus o'ynaganmi mana shu ishingizda? Ya'ni sizga shu ishonganlaringiz misol uchun, bitta o'g'lim deb misol uchun borlarini berib, mayli nima qilsa deb o'z holingizga qo'yganlarmi misol uchun? Yo'q, davlatchiga kirasan. Mana shunaqa narsalar bo'lganmi? Yo'q, o'qigin deyishgan, o'qishga harakat qildirishgan. Bu kasbimga ham boshida ishonishmagan, albatta. O'qishga harakat qilishgan, lekin bilaman, shu o'qishga kirish bu hozirgi kunda nima to'g'risini aytadigan bo'lsak, bari pulga taqaladi. Misol o'qishda yurib 3-4 yil onangizni bo'ynida yana qolish, bu yana oilaviy sharoitga taqaladi. O'shuning uchun ishlash menga ma'qulroq bo'lgan. Undan ko'ra tezroq ertaroq pul topib, yo'limni oqtarish menga shu narsa afzal bo'lgan. O'shuning uchun shu yo'l tanlaganman-da. Tushunarli. Qarang, nimaga o'sha Gentrama sotganman dedingiz, to'g'rimi? Spark sotgansiz, 2 kvartirani ham sotganman dedingiz. U qanaqa
nima deydi? Onamlar o'shanda boshida ishonishmagan. Keyin o'sha boshidacha o'zim ishlab yurib, qanaqadir nisbatan o'zim eplab yurganimda rezultat ko'rishni boshlashgandan keyin ishonishgan. Ha, значит, sizda orada natijalar ham bo'lganda, to'g'ri? Orada faqat bir xilda Faqat bitta minus sliv ketmagan. bo'lmaganda, orada natija bo'lib, nimadirlar qilganim uchun onamlar qo'llab-quvvatlab, misol mayli endi balkim shunaqa deganlardir, otasi yo'q. Shu misol shu narsani sotib qilmoqchi, значит, o'zi olgan narsani o'zi sotmoqchi degan narsa bo'lgandir balkim. O'zimiz birga olgan narsamiz ham. Misol qandaydir qo'llab-quvvatlash bo'lganda onam tomonidan. Chunki onam shu menga ishongan o'sha paytda. Shu tradingga kirmoqchi bo'lganlarga nima maslahat bergan bo'lardingiz? Mana so'ngida ko'p yoshlar qiziqib, mana sizga o'xshaganlar BMW da o'tib ketadigandan keyin, "Va, trader desa bo'ldi, men ham trader bo'laman." Ertaga deydi, YouTube'dan o'rganadi, boshqa qiladi. No, o'xshamaydi yoki qanaqadir kurslarga boradi. No, bar kursdan foyda yo'q menimcha. Yo'q, albatta kimda bo'lgan taqdirda ham, lekin обязательно o'qish kerak. Misol обязательно o'qib turib, kimda bo'lishidan qat'iy nazar. Lekin misol internetda o'rgangandan ko'ra kimdadir o'qigan yaxshiroq. Chunki internetda razbrosda yangi misol bilimlar. Undan ko'ra ketma-ketlikda misol bitta odamdan kurs olib, o'shanda o'qigani yaxshi. Chunki lekin bu degani bo'ldi, bor butunini tiqib yorib, misol bo'ldi treyderman degani emas. Naborot o'shandan kelib chiqib, o'zini ustida ishlab, yana ham o'sha ustozdan o'tish niyatda yana ham harakat ko'proq qilish kerak. Misol ustoz nima beradi? Bozor tushunchasini bersin, xo'p? Tushuncha paydo bo'ladi, ishlaysiz, bo'ldi, savdo qilishni boshladingiz. Bozor nimaligini tushuntirsin. Misol qaysi bozorda savdo qilayotganini ham bilishmaydi odamlar. Trading sohasi ekan. O'sha ba'zi bir tushunchani bersin, fundamentni bersin, lekin dalsha odamni o'zini hali aytib o'tganimdek xarakteridan kelib chiqib, o'sha ustida ishlab va bitta narsa yaratadi. Например, men o'zi bundan oldin aytgandek, uzoq muddatga ishlasham, bu misol menda misol ustozim o'sha o'rtog'im Sardor bo'lsa ham, lekin u uzoq muddat ishlamaydi. Manchalik. Unda boshqacha. Lekin bilimimiz bir xil, tushunyapsizmi? Fundament bir xil. O'shuning uchun hammaga maslahatim shu o'qish kerak обязательно. Kimda bo'lishidan qat'iy nazar. Men bittasi odamga maslahat bermayman, kursini yo nimasinidir. Lekin o'qib, o'sha fundamentni olib, keyinchalik o'sha o'zini ustida ishlab, o'shandan kelib chiqib o'sishni boshlash kerak. O'zini ustida. Mana siz kurs qilmayman dedingiz, lekin siz ham qanaqadir kursda o'rgangansiz, baribir, to'g'ri? Buni men kurs qilishda nimaga qilmayman deyapman, balkim kelajakda qilarman. Lekin hozir qilmayotganim sababi reputatsiya birinchi o'rinda. Kim bo'lib mana bunaqa kontent qilib, lishniy brendni rivojlantirayotganingizda har bitta odam ko'rib turib, ha, buni maqsadi kurs, buni maqsadi narsa sotish. Mana shunaqa fikr bo'lmasligi uchun qilmayapman. Lekin kelajakda mana misol prop kompaniyamni уже ochdim. Hozir yaqinda ofitsialniy ochilishi bo'ladi, aytib o'tishim kerak, aytmoqchi. Xudo xolasa ofitsialniy ochilish qilib turib, уже yo'lga qo'yib turib, hamma yo'qda. O'shanda nima bo'ladi? Misol ofisimiz, BMW'imiz, sotib misol qilayotgan har bitta yutug'im hayotimda kurssiz bo'lgan bo'ladimi? O'shandan keyin kelajakda qilaman. Nima deysiz? Shuni qilsam bo'ladi, ungacha balkim talab bo'ladi. Hozir ham talab bor, lekin qilmayotganim sabab faqat shu bitta narsa. Nomimni, reputatsiyamni anaqa qilib qo'ymaslik uchun, yomon qilib qo'ymaslik uchun. Bu orqali bo'lmadi-da bu narsalar. Hozir BMWni kursdan olgan, ofisda kursdan qilgan, nima prop kompaniyasini ham kursdan ochgan. Hozir bunaqa narsa yo'q. O'shuning uchun faqat o'zimni bilimim, o'zimni tradingda bo'lgan rezultatimdan kelib chiqib, shu narsalar qildim. Shu kelajakda balkim qilamiz. No, hozirgi kunda o'shuning uchun hech kimga maslahat bermayman. Siz hech qanaqa shogirdlar ham olmaysiz, uchun bitta, ikkita yo'q odam kelib. Prям shogird olmayman, lekin tan olaman, bo'lgan yaqin tanishlarim o'zimizni Vodiydan, Farg'onadan, o'zimiz akalarimiz, ukaxonlari yo'l-yo'riq ko'rsatib o'rgatganman. Bitta ikkita ular sanoqli odam. Shu. Zo'r tushunarli. Sardor aka, katta rahmat vaqtingizni ajratganingiz. Maza qildim. Bugun sizlarga ham foydali bo'lgan bo'lsa, menga ham juda ham zo'r bo'ldi. Birinchi opit bunaqa intervyu, bu bir kunim birga o'tdi siz bilan. Xohlasa, yana kelajakda yana foydali agar kimgadir yoqqan bo'lsa, yana bu narsalar qilib, xudo xohlasa mana ochilishlar qilamiz. Kelib birgalikda yana xudo xohlasa shu bilan yana rivojlanamiz. Shunaqa o'rtoqlar, video yoqqan bo'lsa, podpiska bosib, Sardor akaga, menga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Rahmat hammaga. Sizlarga ham, komandaga ham, qadrlaringga rahmat. Rahmat.